Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alloh taoloning fazli va sizlarning G'azo sektoridagi ahlimizni doimiy qo'llab-quvvatlab kelayotgan yordamingiz sababli Alloh taoloning izni bilan bizga yetib kelayotgan murojaat va iltimoslarni bajarishga harakat qilmoqdamiz. Alloh taolo o'zbek birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Hamd olamlar Robbisi Allohgadir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alloh taoloning izni bilan ushbu murojaatga ham javob beramiz. Bu ehtiyoj egasi o'z zaruriy ehtiyojlarini qondirish uchun naqd mablag'ga ehtiyoji bor edi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sadaqa bilan mol kamaymaydi. تفضل يا حج هذه المال مقدم من شباب الأوزبك. والله انتم طيبين وكثر الف خير والله. الرحيم احنا يعني كأسرة Shuningdek, bolalarga yordam ko'rsatish maqsadida o'zbek birodarlar tomonidan yordam beriladigan tashkilot orqali ham ko'mak berildi. Bu yordam Alloh xohlasa bolalarning hayotdagi qiyinchiliklarni yengillashtirishga va kelajaklari uchun tayanch bo'lishga xizmat qiladi. يعني يساعدهم على صعوبة الحياة وعلى ما بعد فقدان أبوهم، والحمد لله تجاوبوا معنا وهيهم ضافونا وبارك الله فيهم جزاهم الله خير. إن شاء الله نشكركم على المساعدة اللي إن شاء الله الله يبارك فيك يا عم. هذه المساعدة مقدمة من شباب الأوزبك. الدعوات. بارك الله فيك جزاكم الله خير. الله يحييكم. Bugun biz yetim nabiralarning buvisi bo'lgan bir ayolning murojaatiga quloq solamiz. Ular o'zlarining ayrim zaruriy ehtiyojlarini xarid qilish uchun naqd mablag'ga ehtiyoji bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men va yetimni kafolatlagan kishi jannatda mana shunday bo'lamiz", deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlariga ishora qilganlar. Bu yetimlarga homiylik qilishning naqadar ulug' fazilat ekaniga dalildir. Alloh o'zbek birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Hamd olamlar Robbi Allohgadir. Bu yordam o'zbek birodarlarimiz tomonidan taqdim etildi. آمين. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ويحفظهم. آمين.